Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz. Hammasi sog'mi, salomatmi? Ertalabdan hop Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga ketyapmiz. Biz bergan arizalar bo'yicha jinoyat ishi ochilibdi. Yaqin kunlarda Xudo xohlasa sud jarayonlari boshlanadi. Shuning uchun hop yozgan arizalarimiz bo'yicha tushuntirish berish bo'yicha chaqirishgan ekan. Ketyapmiz. Biz bu kunlarni juda ham uzoq kutdik dedi. Uzoq kutdik. Ekspertiza xulosalari kelishini kutdik. Hop. Xulos boshqa tashkilotlardan ham ma'lumotlar kelishini kutdik. Hamma ma'lumotlar keldi mana. Aycha Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazidan ekspertizalar ham kelgan. Hammasi cheki-cheki xullas. Boshlandi hayot. Shuncha asoslardan keyin ekspertiza xulosalari-yu hop kiber xavfsizlikni barcha ma'lumotlardan keyin ham bu meni profilim emas, bu meni akkauntim emas, bu meni fake bu deb chiqisharmi ekan? Qani bir ko'ramiz-u. Jinoyat ishi ham ochildi. Xullas kalom Toshkent shahar kiber xavfsizligiga, Yashnobod tuman kiber xavfsizligi xodimlarining hammasiga respekt. Juda ham yaxshi ishlashdi. Faoliyatlariga shu qoyil qoldim bu safar. Haqiqatan ham faoliyatini zo'rg'a borishdi, qonuniy tartibda. Bu meniki emas deya olmaydigan darajaga borib qo'yishdi, xullas kalom. Charchamanglar, tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.